onajon, siz hech nimani o'ylab kirib chiqing. Chiqqaningizda men yoningizda bo'laman. Faqat ona bilan yaxshilab qaranglar. Iltimos sizlardan. Onajon, Onajonimdan esimiz ketdi. assalomu alaykum onajon. Meni kechiring. Operatsiyadan chiqqaningizda yoningizda bo'lolmadim. Hozirgi kerak uchun ishlashim qoldi. Rahmat bolam. Nima qilib bo'lsa ham bu hayotda meni olib qoldinglar. Kecha o'rtog'im internetdan yozibdi. Dori-darmon kerak ekan. Hamma dori-darmonlarni doktoringizga berib qo'ydim. Onam, tuzukmisan? Xavotir olma. Assalomu alaykum onajon. Donor pulini ham anchasini hal qilib qo'ydim. O'rtog'imga hozir pul beraveraman. Mayda shunday oldiga kirib qoladi. 5 kunlarda bag'ri butunlikda ko'rish nasib qilsa, onajonim o'zimmi? O'rtog'im sizga pul chiqazib yuborib. Pulni qo'y. 2 kundan beri o'rtog'im javob yozmaydi. Juda ham sog'indingizmi? Juda ham sog'indim bolam. U yaramas o'g'lingiz menga ham javob yozmayapti. Yuring, yuring oldiga olib boraman. Qola mana o'g'lingiz, qola. Yuragimni yulib olib ketdinglar. Dardim o'zim olib ketdinglar. Sizlar roziman deb qilib ketdinglar. Dori qiyomatga qoldirib, onam yashashni xohlayapti ketdinglar bolam. Meni o'zim jon